Siz kompaniyada ishlaysiz, CTOsiz, CEOsiz, menejersiz yoda team leadsiz. Savol tug'iladi, jamoa a'zolarini, mana o'sha sizga berilgan, biriktirilgan jamoani qanaqa qilib ishlashga ruhlantirasiz? Ko'p joylarda muammo chiqadi, savollar so'rashadi. Masalan, bo'lib emas Janubiy Koreyadagi kompaniyalarda zo'r ishlagan ishchini oyligi 8% mi, 10% mi ko'tariladi. Lekin undan ko'ra kompaniyadan kompaniyaga o'tsa, ko'proq oylik oladi ular. Masalan, 20% oshar, 15% oshar bir yilda oyligi. Shuning uchun qanaqa qilib bir KPI tizim tuzsak bo'ladida, jamoaning ichida ular o'sadi. Ya'ni o'z sakrayirmasinda, jamoaning ichida o'ssin. Xo'p, buning uchun avvalambor CEO ga tushuntirish kerak bo'ladi bu narsani. Biz shunaqa tizim qursak, kompaniyani o'ziga foyda degan narsani. Nimaga foyda desa, bu yerda katta qiymat bor. Chunki bir kishi bir joyda ishlab, jamoada odamlar bilan ishlash o'rgandida, endi oyligi 8%, 10% osharkanda boshqa joyga ketdi. Boshqa joyga borganda yana 1 oydan 3 oygacha moslashish kerak bo'ladi. Ya'ni behuda vaqt ketadi. Mana bu yoqda o'rgangan skillari ishlar oxiriga yetmagan bo'lsa, bu yoqqa o'tganda o'sha uni zararga ishlaydi-da. Endi ba'zida bu jamoadagi hamma narsani o'rganib bo'lib turib o'tish boshqa yoki oylikka deb turib o'tib ketish boshqada. Ya'ni orada ancha qiymat yo'qoldi. Nima demoqchiman? Masalan, siz 10 so'm pul to'layotgan kadrga kimdir 12 so'm to'lab olib o'tyapti-da. Demak, bu degani siz aslida 13 so'm to'lasangiz ham bo'ladi degani. Sababi bu kadr bu yoqqa o'tganda o'rganish kerak yangi domenni. Sizni holatingizda o'sha ichkarida ishlayotdi. Aytishingiz mumkin, u unda meni konkurentimga o'tib ketdi. Shuning uchun u valuable yo'qda desangiz, unda konkurentingiz bo'lgani uchun ham unga ko'p pul to'lashingiz kerak, konkurentga o'tib ketib qolmasin deb turib. Ya'ni chunki konkurentga zarba beryapsiz bu bilan. Hamma Facebook, Meta shunaqa ishlashadi. Google'da, ya'ni konkurent ishchisini kattaroq pul to'lab turib hire qiladi. Nega? Konkurentni bozori tushsa, buniki ortadi. Shuni hisobiga, ya'ni AI injener o'zi 10 so'mda, lekin 20 so'm to'lab turib konkurentidan olib o'tadi. Xo'p, bu boshliqqa tushuntirish kerak, avvalambor mana shunaqa holat. Shuning uchun biz tizim qilishimiz kerak. Kadrlar o'ssin deb turib. Biz Humblebee-da ana o'sha GSM Rise degan o'zimiz mahsulot qilganmiz. U mahsulot kadrlarni o'sha psixologik tomondan ularni doimiy o'sishiga muhit yaratib beradi, environment. Lekin bu GSM hamma joyga tushmasligi mumkin, hamma kompaniyadagi. Chunki ko'p kompaniyalar, bizning kompaniya asosan talantga investitsiya qiladi va top 1% talantlarni tayyorlaymiz, AI talantlarni. Lekin ko'p kompaniyalar unaqa emas-ku. Ya'ni ularga oddiy o'sha ish bajaradigan dasturchi kadrlar kerak. Ular nima ish qilish kerak desa, Yapon samurayning gapi bor. Musashi Miyamoto'ni. Nima degan? Toqqa chiqishi yo'li ko'p. Ya'ni har xil yo'llar bor toqqa chiqmoqchi bo'lsangiz cho'qqiga. Lekin hammasida oyoq ishlatiladi degan. Bundan nima xulosa kelib chiqadi? Basic bo'lgan narsalarga fokus qilishimiz kerak. Basic bo'lgan narsalar nima desa, kommunikatsiya. Ya'ni siz kompaniyada ishlayapsizmi? Bu injenerga ham kerak, project managerga ham kerak, salesga ham, hammaga kerak bu kommunikatsiya. Yaxshi kommunikatsiya qilish kerak va injenerdan ichida toza kod yozish kerak. To'g'rimi? Va jamoani undan rozi bo'lish kerak. Jamoaga qancha foyda keltiryapti bu? Kommunikatsiya endi klient bilan overall narsa-yu, lekin o'zini ichkarida ishlayotgan kichkina jamoasiga qanchalik u jamoani bitta qilib turibdi, ushlab turibdi. O'sha narsalarga shu kabi basic, ya'ni sizga kerak bo'lgan eng basic narsalar nima? O'shalarni qarab chiqish kerak-da va shu bilan ishlash kerak. Masalan, kimdir g'iybatchidir. Nima deydi? Sherigini kompaniyada bir-biriga nima qilib, g'iybat qilib yurayotgan bo'lsa, u odam tez yo'qotish kerak. Eng zo'r odam bo'lsa ham. Nega? Chunki u butun jamoadagi boshqa kuchli odamlarni chalg'itadi unaqa. Mana shu kabi basic narsalarni aniqlab turib, bizga KPI nima deb turib, keyin shunga qarab turib o'stirish kerak. Kerak bo'lsa, narigi haligi g'iybatchiga o'xshaganlarni oyligini tushirish kerak. Shunda 8%, 10% emas, 20%, 30% ham oshirsangiz bo'ladi. Chunki bu yoqda low perform qilayotganlarni tushirasiz, high perform qilayotganlarni ko'tarasiz. Ya'ni bu o'sha adolatli tizim. Endi masalan, ko'p qonunlar bor, 10% dan ko'p oshira olmaydi yoki 5% dan ko'p oshira olmaydi bir yilda degan. Endi ularning boshqa yo'llari bor-da, bonus qilib berishingiz mumkin, nimadir boshqa narsa berishingiz mumkin, sharoit qilib berishingiz mumkin, o'qishiga pul to'lashingiz mumkin. Shunaqa yo'llari bor. Ya'ni shu kabi bonus struktura ishlab chiqish kerak. Bu narsa vaqt oladi, lekin arziydi. Sababi ishlayotgan odamlarga maqsad kerak.
ularga oylikni o'zi maqsad emas. Asli ko'pchilik zo'r oylik to'layapti, maqsad shu deb o'ylashi mumkin, lekin ichida ruhi chinqirayotgan bo'ladi-da. Ya'ni menga maqsad ko'rsatgan, menga muhim narsa kerak, bu dunyoviy kichkinagina oylikni o'zi ishtim emas degan. Ana o'sha maqsadni ko'rsatish kerak. Va shu maqsadni qanchalik yaxshi tushundi, qolganlarga qanchalik yetkazyapti, o'sha jamoani shu maqsadga qanchalik yetaklayapti bu bola deb turib, buni ham o'sha bitta basiclarga qo'shib qo'ysa bo'ladi. Xo'p, hozircha shu, yana muhim spesifik savollar bo'lsa, kommentlarda so'rasanglar, javob beramiz. Rahmat.